Ko'pchilikni hozirgi paytda qiynayotgan savol: avtomobillarga LED moslamalarini o'rnatish mumkinmi yoki yo'qmi? Xudo xohlasa bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Qonuniy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, hozircha yo'l harakati qoidalariga aynan qaysi turdagi LED moslamalarini o'rnatish yoki o'rnatmaslik kerakligi haqida to'laqonli ma'lumot berilgani yo'q, lekin ayrim jihatlar bor. Shu ayrim jihatlar haqida videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan mamnunman. Hozirgi paytda men Navoiy shahrida joylashgan Avtosvet servisiga keldim. Bu yerda Shahriyor aka juda ko'p yillik tajribaga ega mutaxassis ishlaydi va sizlarga qo'ldan kelgancha foydali ma'lumotlarni berib o'tadi. Undan oldin videoga albatta like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni yaqinlarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasa boshladik. Qarshimda mutaxassis Shahriyor aka aynan LED uskunalarni o'rnatish bo'yicha. Shahriyor aka, assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Bugun o'zim operatorman, ham gapiradiganman. Birinchi savolim Shahriyor aka, bu sohada, aynan avtosvet sohasida necha yillik tajribaga egasiz? Assalomu alaykum, Ilor akani kuzatib boruvchi подписчиклар. Biz bu sohada уже xudo xolasa 3 yildan beri boshladik. Navoiylarda birinchilardan bu mana shu avtomobil faralarini ta'mirlash, hozirgi tilga aytaylik tuning sohasini boshladik akalar. Mana xudo xolasa shuncha yaxshi odzivlar, yaxshi ularga ega bo'lyapti. Shu kungacha odamlarni yo'lini xavfsiz qilib, yoritib, xalq xizmatiga kelyapti akalar. Ko'rib turganingiz mana stend hammasi chiroyli qilingan. Xo'p, birinchi savolim, hozirgi paytda eng bahs keltirib chiqarayotgan lampochka qaysi? Shuni bitta ko'rsatib bering va uni o'rnatish mumkinmi, mumkin emasmi? Shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Ilorjon, og'riqli muammoni savol qilib beryapsiz. Tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Menimcha bu yo'lda yuradigan 99.9% odamni asabiga tegadigan muammo. Ya'ni LED lampochka bo'ladi. Bilib turganingiz, bu LED lampochka aynan Gentra Nexo 3 uchun chiqqan H11 LED lampochka bo'ladi akalar. Biz shu sohagacha ishonasizmi yo'qmi, biron marta tumankaga LED qo'ymaganmiz. Bu ustida klientlar bilan tortishib, bahslashib, даже urushib qoladigan vaqtimiz ham bo'lgan. Sabab qo'yib ber, pulini beraman. Yo'q aka, siz to'g'ri tushuning, qarama-qarshidan shopir kelyapti, sizni so'kyapti, ko'zini olyapti, menga qarg'ish kerak emas. Birinchisi, endi bunaqa yondashadigan bo'lsa, ikkinchidan xavfsizlik uchun juda ham yomon narsa akalar bu. Tushunarli. Demak, bu turdagi lampochkalarni o'rnatish mumkin emas. Hech qanaqasiga mumkin emas. Bu lupani ichiga deysizmi? Lupani aslini akalar o'zimizda chiqadigan, mana chetdan keladigan mashinalar. Men misol tariqasida aytib o'taman. Amerikankani hattoki bilishingizga mumkin emas. Nimaga desangiz, chiziq bo'ladi, chiziq S'dagi mana shu narsa o'ng tarafga ko'tarilib ketadi. Ularni zavodskoy hammasi galogen, ya'ni sariq lampochkaga mo'ljallangan. Siz buni qo'yasiz, bu LED ikki tarafga qarab yoritgandan keyin sizda ikki obochinangizni olib beradi, sizga kerakli bo'lgan sentrni o'rtalig'ida ola olmaydi akalar. Shuning uchun buni qo'ygandan ko'ra siz yaxshi galogen lampochkadan qo'ysangiz, bundan ko'ra effekt kuchliroq. Bu sizga yo'lingizni oqartirib beradi, yoritishi kerakli darajada bo'lmaydi mana. Shu savolga ham to'xtalib o'tib ketaylik. Masalan, Amerikanka fari o'zi mumkinmi, mumkin emasmi? O'zingizning shaxsiy fikringiz. Mani shaxsiy fikrim, avvalambor Amerikankani mumkin emasligimizdan emas, uni minus plusidan boshlaylik. Asosiy plusi uni sizga vid berishi tamom. Minusidan salonda ko'tarib tushiradigan salon korrektirovkamiz Amerikanka farada afsuski yo'q. Ishlamaydi. U aslida 2008 yo 2006-yilda chiqqan Suzuki Renault degan mashinani farasi bo'ladi. Bizda obro'yi ko'tarilib ketib Amerikanka deydi. Amerikanka so'zini kelib chiqishi, men bu bilsangiz, chetidagi sariq отражатель bu Amerikada talab shunaqa, har qanday mashinada mana shu chetida sariq отражатель bo'lishi kerak. Amerikanka deyilishidan sabab shu. Minusi, aytib o'tganingiz, salon korrektirovkasi ishlamaydi, chunki uni ichida faranchida motorchik degan narsaning o'zi yo'q. Ikkinchisi akalar, dalniga mana bunaqa LED qo'yganingizda ishoning, qarama-qarshidan keladigan odamning ko'ziga siz svarkani yoqib o'chirgandek bo'lasiz. Minuslari juda ham ko'p. Bitta atiga plusi, siz uni qo'yasiz, palon pulga sizga u vid beradi, tamom. Demak, keyingi savolim aka, mana shu qo'lingizdagi LEDni o'zi o'rnatmaslik kerakligi bo'yicha to'xtalib o'tdingiz. Haqiqatan ham to'g'ri, 100% men ham qo'shilaman. Nafaqat bu qarg'ishga, jarimaga ham sabab bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Aka, endi bitta savolim bor. Mana mutaxassis sifatida o'zingiz avtomobillarga hozirgi paytda eng trendga aylangan mana bu turdagi lampochkalar o'rnatishda maslahat berasizmi, yo'qmi? Buni maslahat bermagan bo'lardim. Nima uchun deyishingiz mumkin? Buni men o'zimni sohamni mutaxassisi sifatida kelib chiqib aytaman. Bu narsa sizni farangizdan bo'lsa 10-15 barobar yorug'lik kuchayish mumkin. Buni minusi
mana bu отражатель ko'rib turganingizdek, bu narsa mana bu misol Nexia 3 farasini tariqasida tushuntirib o'taman. Mana faraga qo'ydingiz. Tagida отражатель mana ko'rsangiz, dalni shunaqa ishlaydi bu sistemasi. Bu polasa beradi, ko'zga tushmaydi-ku deyishingiz mumkin. Polasa bergan bilan, akalar buni yoritib berish masofasi juda ham kam. 40 metr, 50 metrdan keyin siz buni uje polasa qayerda turibdi bilmaysiz. Mana ketyapsiz, xayol bilan yo'ldan ikki kishi odam chiqdi, mindirdingiz, uje farangiz ko'tarilib ketdi. Siz buni chizig'ini yo'qotib qo'ydingiz. Qachonki buni yursangiz bo'ladi, mana 30-40 metrga qarab, kalta masofada yursangiz bo'ladi. Uje bu farani chizig'i yo'qolgandan keyin siz qarama-qarshisidan keladigan mashinani to'g'ridan to'g'ri ko'zini olasiz. O'zingizga bilinmasligi mumkin, chunki siz buni chizig'ini yo'qotib qo'yingiz, uje ko'rmayapsiz chiziq qayoqda buniki. Salon korrektirovkasi ishlasa, pasaytirsangiz, oyog'ingiz tagiga kelgandan keyin bu chizig'i bilinadi. Meni fikrim bu narsani o'rnatish noto'g'ri deb hisoblayman. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir bir yo'l transport xodimi aytib o'tyapti, mumkin, qaysidir bir aytayapti, mumkin emas. Meni sohamdan kelib chiqib o'zimning sohamni mutaxassis sifatida men buni ham tavsiya qilmayman akalar. Tushunarli. Hozir bir narsani ochiqlab ketaman. Aynan shu turdagi lampochka bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda video chiqdi. Hozir rasmini qo'yib ketaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, ko'rgan bo'lsanglar ham kerak. Optik nur sochuvchisi bo'lgan yoritish uskunalariga ruxsat etiladi degan. Haqiqatan bo'ladi, polsa bor, lekin mutaxassis aytgandek 40-50 metrgacha boradi, uzoq uyoqqa bora olmaydi. Natijada qarama-qarshi tomondan kelayotgan haydovchini ko'zini qaqshatadi. Hozir eng bahsli holat shu bo'lyapti. Ya'ni mana shu lampochka haqiqatan qonuniy jihatdan mumkinmi, mumkin emasmi? Buni nasib bo'lsa, yo'l harakati qoidalari bo'yicha mutaxassislarimiz, yo'l patrul xizmat xodimlarimiz aniqlab qonun chiqarishadi degan umiddamiz. Shaxsan men ham to'g'risini aytish kerak, bunaqa lampochkaga qarshiman. Endi ko'p viloyatlarda o'zingizlar kuzatib ko'ryapsizlar, bunaqa turdagi lampochkalarga ham jarima solinyapti, ba'zan solinmayapti. O'sha uchun ehtimolligi 50-50 qonuniy jihatdan bu lampochka mumkinmi, mumkin emasmi, hali biz bir narsa deya olmaymiz. Chunki yo'l patrul xizmati xodimlarining o'zida ikkilanish bor. Lekin bizda aniq ayta olamizki, mana shu turdagi lampochkalarni o'rnatsa, hech qanaqa haydovchilarga nisbatan ham qonuniy jihatdan ham muammo bo'lmaydi deymiz va bu qaysi turdagi lampochkalar? Biz hozirgi kunda juda ham ko'p shopirlarimiz tomonidan pozitiv odziv, ya'ni yaxshi fikr bildiradigan modulimiz bilet modul bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, to'g'ri, aka bu bilet qimmat, biza bunga pulimiz yetadi, bunga pulimiz yetmaydi deyishingiz tabiiy holat. Buni bozorlarda 500 mingdan to qimmat bo'lgan 4 milliongacha turib akalar. Sifati, sorti bo'ladi. Buni o'rnatib o'tish tartibi akalar, ichi qoraytirma, Gentra misol tariqasida ko'rsatilgan. Qarang, Gentraga misol hamma joy qoraytirilgan, bu to'g'ri, sal dizaynercha qilingan, mijozimiz talabiga qarab shunday qilib berganmiz. Aslida esa men bu reflektor, ya'ni nur qaytaruvchini polni qora qilgan holda mashina ko'rinishda bilet modul o'rnatilsa, hech qanaqa qonun jihatdan ham mumkin emas deb hisoblanmaydi. Bu ba'zi bir gay akalarimizni talabi ham shunaqa, ichini qoraytiring, modul o'rnating, bu mumkin. Amalda ishlab chiqarilib turgan mashinalarga deyapti, qayta jihoz ruxsatnomasini olish shart deyilyapti. Hozircha u ham aytib o'tganimizdek 50-50. Amalda ishlab chiqarish to'xtatilgan mashinalarga 100% qo'yishga ruxsat etiladi. Endi shaxsan men o'zim ham aytib o'taman, gay akalarimizni 3-4 tasini shaxsiy mashinasiga men bilet o'zim o'rnatib berganman. Savol, mana shu yerda aytyapsizki, buni qoraytirish shartmi yoki qoraytirmasdan qo'ysang bo'ladimi? To'g'rirog'i buni 100% qoraytirishi shart, chunki talab shunaqa. Ikkinchidan men bu lupada, endi aytib o'tganimdek har xil sorti bor. Ba'zi birida mana shu lupadan bir nur tarqalib, shunga отражательga tegib, qarama-qarshidan keladigan odamga ziyon yetkazib qo'yish mumkin. Shu uchun qoraytirish 100% to'g'ri tavsiya qilinadi. Endi misol ba'zi bir klientlar aytadi, mijozlar, menga qoraytirma desa, biz shuni to'g'ri tushuntiramiz. Mijoz, mana shuni qoraytiraylik, sababi shunaqa, talab shunday deymizki, shu gapimizdan keyin, bo'ldi, to'g'ri tushunib, mana shunaqa xulosalar gap. Xuddi shu fikrga men ham qo'shilaman. Sababini men soddaroq fizika bo'yicha tushuntiraman. Masalan, mana buni ustida shisha qoplama bo'ladi, bilasizlar. Shishaga buni yorug'ligi tushgandan keyin, baribir xohlaymizmi, yo'qmi, shishaga urilgan nur buga qaytadi. Bu qaytgan nurni 4-5 barobar sochib yuboradi. Agarda qoraytiriladigan bo'lsa, shishadan qaytgan nur mana bunday qora ko'rinishdagi orqa foniga uriladida, yutilib ketadida, yorug'likni to'g'ri tashqariga tekis polasa bilan sochib beradi. Endi aka bitta savol. Mana shunaqa biletlarimizni bu biletdan baribir tushuntirib o'tish kerak. Budjet jihatdan to'g'ri, bu katta, bu kichkina deyishlari mumkin odamlar. Misol uchun, nima qilib ikki oydan bitta vazifani bajaradi-ku deyishlari mumkin-da. Bu necha metrgacha polasa tashlab beradi o'rtacha hisobda? Bular necha metrgacha polasa tashlab beradi? Ilojjon, o'rinli savol berdingiz. To'g'ri, endi hamma narsa pulga taqalgandan keyin hamma ham arzonroq, yaxshiroq narsa xohlaydi. Men buni misolda aytib o'tadigan bo'lsam, ko'pchilik bilgan yigitda juda ham ko'p tarqalib ketdi. Buni yoritish berish masofasi uzog'i 40-50 metr, u yog'i o'zi siz buni ko'rmaysiz. Bu aslida mana bu shaharda ichida yursangiz, o'zi danliga chiqsangiz, o'zi sizga buni
foydasi tegmaydi. Nima uchun deb o'taman. Qarang, buning ichida mana bu svetodiod LED chiroq turibdi. Buni oldidagi esa mana shu LED chiroqning issiqligini o'lchaydigan datchik turibdi, o'zi diod. Bu narsa qizigandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, yarim kuchi qoladi buni. O'zinikidan radnoydan ko'ra bir 30-20% bir yaxshiroq yoritadi. Bu qizigandan o'zi sizni galogen lampochka bundan yaxshi bo'lib qoladi. Men buni isbotini ham ko'rsatib berish mumkin. Isbotini ko'rsatib beraman deganim, mana bu lux metr bo'ladi akalar. Mana bu yorug'lik kuchini o'lchaydigan apparat bo'ladi. Hozir buni ko'rib tursiz, xonamiz 530-570 lux. Mana shu tariqada ko'rsatib berishimiz ham mumkin. Mana buni yoritib liniyasini, luksini o'lchaymiz va billetni yoritib luksini o'lchaymiz akalar. Bu yoqda siz noto'g'ri tushunmang, bu yoqda billet reklamasi yo buni qo'yish haqida emas. Ishlash prinsipi tushuntirilyapti akalar. Yoqing. Bu qanaqa lampochka? Bu qo'limda turgan yigitni lampochkasi bo'ladi. Yoqib уже tayyorlab qo'ydik. Bu esa billet modulimiz bo'ladi. Hozir lux metrda yorug'ligini o'lchab sizlarga po facto ko'rsatib beramiz. Hozir yigitni yoqamiz. 50 ta lux metr bilan o'lchaysiz. Shu podpischiklarga ko'rsating, obunachilarga necha lux beryapti? Tak, 114, 120, 125, 117, 118 mana shunaqa o'ynayapti-da. Endi billetni yoqaman. Billetni luksini ko'rsating. Mana billetga 530, 522, 500, qariyb 5 barobar kuchli. 5 barobar kuchli deyarli. Mana 4300, 450 yana 500 ga chiqdi. 500 ga chiqdi. Bu hozir bu yerda ko'rsatilgan 10x deb aytilgan, ya'ni bu 10x degani biz aytganimiz 2000 gacha boradi degani, bu 5000 gacha 2 barobar kuchli. To'g'ri. Bu yoqda yana optik shishani bu yorug'lik kesib o'tishi davrida ma'lum bir kuchi yo'qoladi. Endi bilib turganlaringizga qarang, уже mana bu necha minut ham ishlamadik, уже holati zo'r qizidi. Yanada ko'proq yoqib tursangiz, bu yanada yorug'lik tashlaydi. 100% fakt bilan isbotlab bera olaman buni. Chunki termo datchik bo'lgandan keyin bu o'zini o'zi himoya qilish kerak. Mana moshunda ham motor qizisa, ventilyator qo'yishdan sovutadi. Bunda ham shu narsa qizib ketgandan keyin bu yorug'likni kamaytiradi. Yorug'lik kamayganda nagruska kamayadi bunga. Tushunarli. Aka, bitta savol endi. Xo'p, billet qo'yishga hammani budjeti yetmaydi dedik. Masalan, o'zini avtomobilni yoritish chirog'idan qoniqmayotgan akalarimiz bor-da. Endi masalan, yoritishi past o'zingizdan bilasiz. Nima tavsiya qilasiz? Budjetni rom, misol uchun qanaqadir lampochkalar bormi, galogen bo'ladigan bo'lsa ham, nima tavsiya qila olasiz ularga? Cobalt tariqasida ko'rib o'taylik. Cobaltda H4 lampochka ketadi, ya'ni dalniy blижниsi ham bitta bo'lgan lampochka. O'zida 55 ga 60 vattlik lampochka bo'ladi, ya'ni blижнimiz 55 vatt, dalnimiz 60 vatt. Shuni bozorlarda Astron firmasining Cool Blue degan lampochkasi bor. Voltaj bo'yicha, tok tortish bo'yicha o'sha o'zinikini zavodskoy bilan bir xil, hech qanaqa muammo ошибка bo'lmaydi tabloda. Siz yoritishingiz farazni kamida 10-15% ga yaxshilanadi akalar. Budjetliroq variant. Mana bu yigitdan ko'ra o'shani qo'ysangiz, sizga effekti yaxshiroq bo'ladi. Bu sovuq holatda yaxshi yoritadi. Qizigandan keyin sizni tumankangiz jaligan bo'lib qolishi mumkin yorug'ligi. 100% bu narsa. Tushunarli. Endi aka, LED qo'yish masalasida tumankaga pastga tushaylik. Ko'pchilik qo'yish o'zi mumkin emas deb boshida biz aytdik, lekin baribir ham tumankaga bir qanaqadir svet qo'ymasa ko'ngli to'ymaydigan akalarimiz bor, ko'ngli to'ymaydigan to'g'rirog'i. Ularga nima maslahat berasiz? Ularga maslahatim tumanni yorituvchi chiroq faqat tumanda ishlatiladi. Birinchi avvalambor shu narsaga amal qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Siz mana bu LEDni tumankaga qo'yib yuribsiz amallab deylik, sizga bu tumanda yorug' bermaydi. Buni sovchuvchanligi juda ham baland bo'lgani uchun tumanda yoqing, oldida mana shu 3 metrlik devor paydo qilib beradi. Original o'zini sariq lampochkasi tumankani yoqsangiz, tumanka mana shu qatorda yarim metr masofada mashina oldingiz ochib beradi. Tumanga qarshi deganda shu pastdan chiroq yongandan keyin tumanni kesib beradi aka. Tumankaga boshqa yechim men aytishim mumkin. Unga ham lenzovniy mana bunaqa billet tumankalar chiqqan. Bu ham lekin halicha qonunda mumkin emasligini men aniq fakt bilan ayta olmayman. Aytishingiz mumkin, palasa tashab beradi deyishingiz mumkin. Tumankaga qo'ysiz, qo'ydigan deylik, buni siz salonda ko'tarib tushiradigan narsa bo'lmasa, odam orqaga o'tirgandek bu narsa ko'tarilib ketadi. Qarama-qarsang keladigan mashina to'g'ridan urib ko'ziga tushadi. Bu ham men tumankaga qo'ymagan bo'lardi. Xo'p. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eshitdinglar. Mana bunaqa turdagi lampochkalar hali 50 ga 50 o'z tasdig'ini topgani yo'q. Bunaqalarni o'rnatish mumkin. Qoidasi faqatgina orqa tomoni qoraytirilishi shart. Undan keyin tumankaga umuman LED kategorически mumkin emas. Yana bitta savolim bor aka. Mana har xil mashinalar bor bizda. Nexia 2 bor, Matiz bor, Damas bor, Spark bor. Toifalarga bo'lgan holatda
qaysi lampochkani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Damas'ga LED masalan ko'zni vaqti qonatib yuboradigan darajada chiqadi. To'g'ri. O'shani hisobiga nima lampochka tavsiya qilasiz? Masalan, Nexia 2 o'zi bilasiz yaxshi emas. Linzali optika bo'lgan birini ham yoritmaydi. O'sha uchun ko'pchilik LED qo'yadi. LED qo'ygandan keyin ham ko'zni qaqshatadigan darajada. Nima lampochka yoki umumiy o'sha aytganingizdek H4 hammasiga tushib ketadimi? Yoki qaysidirlarga, misol uchun Spark, Matiz, Damas'ga mana bu lampochka, Cobalt Nexia 3 ga, Gentra'ga mana bu lampochka deb tavsiya qila olasizmi? Sariq bo'lsa ham yo'lini yaxshiroq yoritib berish uchun. LEDlar hozir mana eng kam jarimasi qancha LEDni? Men hozirgi ko'rganim 1 226 ming deb chiqdi internetda. 1 226 ming jarima to'lamaslik uchun hech bo'lmasa mana yoritishini sal bo'lsa-da oshirib beradigan qaysi lampochkani tavsiya qilasiz? Aytib o'tganim birinchi, agar siz mana shtatniy zavodskiy kabel provodkasiga nagruska bo'lmasin, lekin yoritishi ancha-muncha yaxshiroq bo'lsin desangiz, o'sha aytib o'tganimdek Astram Cool Blue degan lampochkadan qo'ysangiz, rangi oqroq nisbatan sariqqa, men sariq yoqmaydi, menga oqroq bo'lishini xohlayman, siz o'sha Cool Bluedan qo'yganingiz yaxshi. Agar yo'q, menga sariq bo'lsin, shtatniy provodkani ham qizi yo'q, menga shu zavodskiy sariq zo'r yarki olsin desangiz, yana bir o'sha Astram firmani 90-100 degan lampochkasi bor, lekin uni kitobida shassiyni yo'lga mumkin emas degan, chunki yoritish juda ham kuchli. Uni qachon qo'yasiz, qachonki kabel отдельно tortasiz, relay sistema qilasiz, danligim, bilishligim, o'shandagina sizga kerakli effekt beradi. Ustaga borsangiz, aka, men oldim, qo'ydim deyishingiz mumkin, u sizga kam uzog'i 1 oyda hamma simingizni quritib, даже yonib ketish holatigacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun relay qo'ygandan keyin relay primoy 12 voltni akkumulyatordan lampochkaga beradi. Sizni zavodskiy shtatniy simingizga nagruska tushmaydi. Uni men to'g'riroq maslahat bermayman, uni xavfli taraflari ko'proq. Endi ko'pchilik yo'lda yurolmayapman degan holatdagina o'shani aytishi mumkin aka. Boshqacha tavsiyam yo'q. Tushunarli. Endi yana bitta oxirgi savolim, qaysi avtomobilga, umuman olganda avtomobillarga bilet qo'yayotgan paytda ko'rsatib o'tdingiz modullarni har xilidan, nimalarga ahamiyat qaratish kerak va ularni qanday tanlash kerak? Masalan, meni ko'zimga endi sodda aytganda 500 minglik yoki 1 millionlik ham yetishi mumkin, lekin men 4 millionligidan qo'yarman. Tushunmagan holatda. Masalan, o'zingizdan bilasiz, avtomobilda akustikasi bor, quloqqa yoqadigan tovush bor. Xuddi shunaqa ko'zda ko'rish masofasiga nisbatan ham. Siz qaysini tanlashda yoki nimalarga ahamiyat qaratishda maslahat berasiz bilet qo'yishda? Avvalambor mana misol biz klientlar bilan ishlaydigan vaqtimiz ahamiyat beramiz birinchi yoshlariga, agar yoshlari kattaroq bo'lsa, mana bunaqa modulimiz bor. Bu aslida biletda har qanday LED lampochkani yonish temperaturasi bo'ladi, ya'ni kelvinda belgilanadi. Kelvin qanchalik yuqori bo'lsa, mana 6000 kelvin bo'lsa, u och ko'k rangda bo'ladi. Kelvin pastga tushsa, sarg'ayib ketaveradi. Mana misol uchun 3000 kelvin sariq yonadi akalar. Mana zavodskiy Farand lampochkasini yoritish berish temperaturasi 3000 dan 4500 kelvin atrofida bo'ladi. Kelvin aniq qilib qo'yib bo'lmaydi, chunki qo'ydi buni zavodda mana bu LED ustida kraska qilinadi. Mana shu kraskasidan rangi kelib chiqadi akalar. Mana shu LED o'zi buni qirib tashlasangiz ko'k yonadi. Aslida LED rang ko'k. Ustiga mana kraska qilingandan keyin bu rangi o'zgaradi. Bitta misol hozir devorga tutsangiz, sizga misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Ikki xil modulimiz, bunisi 6000 kelvin yonadi, bunisi 5000 kelvin yonadi. Endi tutsangiz, mana misol oq yonadigan biletimiz, bunisi esa sariq yonadigan biletimiz. Farq shunda bo'ladi akalar. Shuni bir siz olishdan oldin avvalambor sotuvchi bilan maslahat qilgan holda siz qanaqa mana sizni yurishingiz qanday, mana shahar aro yurasizmi, shahar ichida yurasizmi deylik, misol tariqasida ko'proq sariqroq rangni maslahat beryapmiz, chunki sariq rang odamni ko'z uchun juda ham komfortli. Ko'chaga chiqsangiz ham, ko'chada quyosh bor, sariq, hamma joy yorug', ko'zingiz komfortli ko'radi, misol uchun. Xonaga ham kirsangiz, ham LED lampochkadan ko'zingiz og'riq toliqadi. Sariq lampochka qo'yilgan xonaga kirsangiz, ko'zingizga komfortli, ko'zingiz nagruska bermaydi. Shuning uchun bilet tanlashda ham o'shani amalda ko'rishlaringizni so'rab qolaman. Avvalambor sotuvchidan qanaqa tavsiya berasan? Meni haydash prinsipim bunaqa. Misol shahar kechqurun yuraman shahardan shaharga. Ko'zim toliqib qolmasin yoki meni zrenimga ta'sir qilmasin desangiz, biz rangi sariqroq bo'lgan biletni tavsiya qilamiz. Chunki ko'z uchun juda ham komfortli. Chunki ko'z bir yo'nalishga qarab turasiz. Xohlaysizmi, ko'z yumsiz o'sha baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'zingizni toliqtirmagan holatda ko'zingizga to'g'ri keladigan rang yoritadigan biletni tavsiya qilamiz ekan, avvalambor. Yana bitta savol kelib qoldi. Cobalt Gentra Nexia 3 ga eng optimal tushadigan budjetli bilet qaysi? Budjet deganda, ya'ni hozir biz o'rtacha 1 million deylik. Bilet qarang, bizda dollarda aytib o'taman, endi chunki hamma narsa dollarda keladi. Даже kelgan oldimizgacha dollarda hisoblab beradi. Bizda hozir 2 million 600 ming so'm Gentra, Nexia 3, Damas, Matiz, Nexia 2 mashinalariga qo'yib beryapmiz akalar.
shu atrofda chiqadi. Agar yo'q siz menga bundan ya'ni biletni yoritishi kuchaygan sari mana Qimmatlashib boradi. rangi sarg'ayib, ichidagi chunki chipiga farq qiladi akalar bu asosiy. Qanchalik yarqilashib boravergan sari ichidagi chiplari qimmatlashib, o'sha platalar qimmatlashib borgan sari yorug'lik balandlashib, puli ham qimmatlashib boradi. Bozorda buni 500 ming, 400 mingdan ham sotadi akalar. Shuning uchun uni qo'lingizga mana bu narsa bilet desa, "Ha, bo'ldi 500 ming ekan, shuni olaman, ketaman" deb o'ylamang. Buni sorti bor. Ichida mana qarang. Ventilyator bor, buni plata pitaniya, ya'ni o'sha tok beradigan sistemasi bor. Ichida ne tutsak, ichida bilet o'sha lampochka LED bor. Biz oladiganimiz hammasi Astram chip ishlatilgan bo'ladi. Chip ya'ni o'sha LED lampochkasini amalda aytib o'tyapman. Tushunarli. Aka, taqdim etilgan ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, video yoqqan bo'lsa like bosib, menimcha foydali bo'ldi. Bunaqa ma'lumotlarni hech kim bermagan. Kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.